Bugun mana Steve va men Steve 2. Mana Steve. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisiz? Do'stlar, oldimizdagi ovozlarga e'tibor bermaysiz. Do'stlar, bizga xabar keldi yaqindagina bizni onunga zombi apokalipsis bo'ladi deb eshitdim. Bu bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Kechirasiz aziz do'stlar. Do'stlar, oldimizdagi ovozlarga e'tibor bermaysiz. O'ynashyapti bola. Biz butun qishloqni himoya qilmoqchi emasmiz. To'g'risini aytganda, uni qurishga hali vaqtimiz ko'p ketadi. Shu sababdan shu yerga qasr qurib, shu yerni yaxshi qilib, zombilarni o'tkazmaydigan qilib joy qilamiz. Do'stlar, qisqa Steve, menda qisqa tutalash. Og'ira taraf chiqib bir joylasam, Steve sen qilur. Hayır. Nima sen Steve'ga qarayapsan? Gap esimda gapiramiz. Xullas do'stlar, qisqa qilib aytganda zombi apokalipsis bo'lar ekan. Do'stlar, biz bu yerda hozir nimadir qurishimiz kerak. Bilib bo'lmaydi do'stlar. Ya'ni portlovchi, haligi men nomini bilmayman, portlovchi zombilar ham. Do'stlar, hozir biz bilib bo'lmaydi, ular zombilarning oldida boshqa kamonchi. Do'stlar, qurishni boshladik. Mana biz portlamaydigan do'stlar, iltimos bizni kechiring, hozir reklamada aytib olyapman. Bizda ko'pincha reklama bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan pauzalar ko'p bo'ladi. Biz hozir umuman nima bo'lmaydigan 3 qavatli, yana 3 qavatli qasr quramiz. Unga himoya, boshqa narsalar. Steve, sen aytgan joyimga hozir bunker qurasan, bu yoqqa kel. Hozir to'ndiramiz. Steve, keldingmi? Kel bu yoqqa. Mana shu joydan umuman bomba o'tkazmaydigan qurasan, tushundingmi? O'zing kirib olay. Shu yerdanmi? 4 ta. Mana bu yerga 5 ta qaziysan. Ikkalamiz xullas yotib hamma narsa qilsak bo'ldi. Bu bunker kerak bo'ladi. Mana portlamaydigan qorasidan ishlatgan, xo'pmi? To'ndiramizda. O'zing tashlab ber. Endi o'zing xohlagan portlamaydiganda olib tashlaver. Do'stlar, biz hozir o'tda ehtiyot bo'lib, mana bu yerda o'zimizga 2 dona bo'lsa ham joy qolish kerak, do'stlar. Uni lava bilan, bir nimalar bilan, lava, boshqa narsalar bilan qilamiz. Lava, boshqa narsalar bilan qilamiz. Endi do'stlar, mana yerdan bitta bo'lsa bo'ldi. Biz faqat mana u tarafdan bosamiz. Zina bekitib qo'yapti, zinani olib tashlaymiz. Bu yerlar bitta bo'lsa yetadi, chunki bu yerlardan deyarli zombilar yurmaydi. Biz mana bu yerda ko'pinchalik urushgan, jang qilganimiz uchun oldiga uncha e'tibor bermaymiz. Eshik qo'ymaymiz, chunki biz zombilar bilan tepada olishamiz. Ularni kamonsiz ham kelib qolishi mumkin. Shu sababdan 3 qavatli qilib bo'lsa ham yuqib qo'yamiz. Hozir u bunkerimizni sababi bu yerda ba'zi joylar haliginaqa portlovchilar oldimizga kelib qolsa bo'lishmasligi uchun ham qilib qo'yapmiz. Endi baribir kerak bo'ladi. Biz bu yerni o'tda xavfli bo'lgan zombilarga ishlatamiz. Do'stlar, oldimizdagi ovozlarga e'tibor bermang. Bu yer sovuqli joy bo'lgani uchun hozir qish, endi sovuqsiz joylar uncha. Do'stlar, mana 3 qavatdan 4 qavat qilyapmiz. Endi mana hozir bo'ldi do'stlar, hamma yoqda tekis.
Shunday qilib do'stlar, mana qasrni qurib olyapmiz. Zombilar bilan urushsak umuman bizga nima deydi? Bizga pand berib qo'ymaslik kerak, bir gap bilan aytganda. Keyin do'stlar, biz zombilar bilan hozir qasrni quryapmiz. Bizga xalaqit beradigan hech narsa yo'q. Mana shu seperni, mana shuni o'ldirib olsak, endi mana bu yer Steve bunker bo'lib qolyaptimi? Do'ndiryapman. Hozir qani bir keraklikcha. Xo'p, Steve. Ya'ni ikkita qo'sh. Xo'p, bo'ladi. Qani. Endi do'stlar, mana bu yer hamma yoq bo'ldi. Sizlar hozir biz bu yana bir necha daqiqalardan so'ng birinchi soat tugaydi. Agar 5-10 ta likedan so'ng ikkinchi qismini olamiz. Xayr do'stlar, salomat.